Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan 2025-yil oktyabr oyida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. Ushbu uchrashuvni mahalla bankiri Hasanov Sardor ochadi va olib boradi. Marhamat. Tadbirkorlar, unda nimadir masala bo'lsa, eshitamiz, maqsadimiz yo'lga qadam yetishib qilamiz. Bunday masala bo'lsa, bemalol murojaat qilishimiz mumkin. Men o'zim xususiy tadbirkorlik boshlagandim. Mahallani boshiga do'kon qurganman. O'zim yonimdan qilib, endi hozirgi kunga kelib do'konni jihozlashga ozgina yetmay turibdi. Shu masala bo'yicha bir yordam berishingizni so'raman. Yaxshi, xususiy tadbirkorlar o'z uchun 5000 aktiv dollar ekvivalentida, ya'ni hozirgi kunda 60 million atrofida pul bo'ladi. Shu bo'yicha kreditlar qilib beramiz, xudo xolasa. Jihozlash bemalol foydaga yurishingiz mumkin. Yana kimda bor? Men vaqt mahallasi yashayman, majlis qonun qilaman. Uyimda issiqxonam bor, limonada ham. Shunga qish kelayotganiga sababli cho'nka yopmoqchiman. Yo'q, Mablag' kerak shunga. Bizga xudo xolasa o'zi aynan o'sha bizga shunaqa tadbirkorlar, agar shunaqa yoshlarga kerak bo'ladi, 5 millionlik biznes birinchi qadam kiritamiz va sizlarga beramiz, xudo xolasa bemalol foydalanishingiz mumkin. Xavflilik sug'urta asosida. Yana kimda qo'shimcha taklif yoki bankka oid masalalar bo'lsa, bundan tashqari ham doimiy ravishda birgalashib ishlaymiz. Birga ko'mak berib boraveramiz. Hammaga rahmat.